o'tgan sectiondagi darslarni tugatgan bo'lsangiz, значит sizda Upwork account bor. Accountimizga kiramiz va eng birinchi qaraydigan narsamiz bu bizning rasmimiz. Upworkdagi rasm eng muhim narsa emas, lekin baribir uni qanchalikdir foydasi bor. Agar foydasi bo'lmaganida Upwork bizga rekomendatsiya bermagan bo'lardi. Upworkning o'zi rekomendatsiya beryapti. Oxirida bu linkni ham videoning tagida qo'yib ketaman. Rasm nima uchun muhim? O'sha first impression degan narsa bor. Profil, men aytaylik, 2-3 ta kandidatning profil turibdi, bitta odam bu yoqda kulib o'tiribdi va ikkitasi qanaqadir noma'lum, qanaqadir ot bilanmi, xuddi men bu yoqdagiday yoki uzoqdanmi nima qilayotgani noma'lum, odamligi noma'lum yoki kartinka turibdi. Katta ehtimol bilan kulib turgan professional tushgan men bu yoki bu rasmga odamni o'sha klientni bosishi verojatnosti ko'proq bo'ladi. Shu uchun yaxshi rasm qo'yish baribir qo'ymagandan ko'ra foydasi kattaroq. Yaxshi rasm qo'ymagandan ko'ra foydasi bor. Rasm qo'yganda обязательно studiyaga borib tushish shart emas. Men shunga o'xshagan qanaqadir yaxshi svet tushgan joyga borib yaqindan rasm olsak bo'ladi. Va rasm qo'yganda pasportnikini ham ba'zilar qo'ysa bo'ladi, lekin pasportniki faqat kulib turgan bo'lsangiz agar, pasportnikini ham qo'ysangiz bo'laveradi. O'sha rasm yuzingiz yaqin bo'lsa bo'ldi. Yaqin kulib turgan yaxshi fon bo'lsa bo'ldi. O'sha da rasm eng muhim narsa emas, lekin baribir chiroyli rasm bo'lsa agar bu sizga foyda beradi.